8-trek. Xitoy klerk tez orada qabristondan qaytib kelib, u yerdagi juldirvoqi kullar allaqachon ketib bo'lishgani va nima gap ekanini bila olmaganligini ma'lum qildi. Taypanning bu gapdan battar g'azabi qo'zg'adi. Illo u hech qachon biror bir ishning o'zidan bekitqicha amalga oshirilishiga chiday olmasdi. Ammo u o'ziga balki birinchi raqamli xizmatkorim hamma narsadan xabardor bo'lsa kerak. Negaki u har doim hamma narsadan voqif bo'ladi, deya o'yladi. Taypan birinchi raqamlini chaqirtirdi. Lekin aksiga olib u ham shaharda kimdir o'lgani haqida eshitmaganini, bu haqda bilmasligini aytdi. Bilaman, Galvars, hech kim o'lmagan, o'shqirdi Taypan. Ammo qazilayotgan go'r kim uchun axir? Keyin u xizmatkorni chaqirib, sekin qabristonga borishni va u yerda nazoratchilik qiladigan xitoylikdan nima sababdan hech kim o'lmagan bo'lsa-da, yangi qabr kavlashga buyruq berganini bilib kelishini tayinladi. Avval menga suv qo'shilgan viski keltirib ber, keyin borasan, dedi u eshik oldiga yetgan xizmatkorni ortga qaytishga majbur qilib. Taypan shu topda o'sha qabrning ko'rinishi nima sababdan o'zini bunchalar bezovta, behalovat qilib qo'yganligini sira tushuna olmayotgandi. U o'z xayolidan bu kabi fikrlarni imkon qadar tezroq chiqarib tashlashga tirishardi. Viski ichgandan so'ng uning ahvoli biroz yaxshilandi. Ayni paytga kelib u idorasidagi bugungi barcha qog'ozlarni saranjomlab, yozuv-chizuv ishlarini ham nihoyasiga yetkazdi. Keyin yotoqxonasiga o'tib, allaqanday kitobni qo'liga olgancha loqaydlik bilan varaqlashga tushdi. Ha, yaxshisi u yana bir necha daqiqadan so'ng klubga chiqadi. Tushlikkacha ulfatlari davrasida bir ikki qo'l qarta o'ynaydi. Ammo nafsil amrini aytganda uni hozir qabristonga yuborgan xizmatkori nima gap topib kelishi ko'proq qiziqtirayotgandi. Uning xabardan keyin zora ko'nglidagi xavotiri arisa. Shu vajdan u xizmatkorning qaytishini ilhaq kuta boshladi. Chindan ham tez orada xizmatkor qaytib keldi. U o'zi bilan qabriston nazoratchisi bo'lib ishlaydigan xitoylikni ham boshlab kelgandi. Xo'sh, nimaga qabristonda yangi qabr kavladinglar? Dangalga ko'chdi Taypan dag'dag'ali ohangda. Axir hech kim o'lgani yo'q-ku. Men qabr kavlagani yo'qman, javob berdi nazoratchi xitoy inglizcha so'zlarni hijjalab. Jenurson, bu tag'in nimasi bo'ldi? Axir bugun ayni choshgoh vaqtida u yerda ikkita isqirt, juldirvoqi kuli qabr qazishayotgandi-ku. Ikki xitoylik bir-biriga hayron bo'lib qarab qo'yishdi. Keyin xizmatkor tilga kirib, ular nazoratchi bilan butun qabristonni boshdan oyoq aylanib chiqishgani va birorta yangi qabrga ko'zlari tushmaganini bayon qildi. Taypan shu topda tilining uchida turgan bir talay so'kish so'zlarini va bu qanday bema'nilik, axir men o'sha qabrni o'z ko'zim bilan ko'rdim-ku, degan hayqirig'ini ham bir amallab bo'g'izda tutib qoldi. Ularni nimagadir sirtiga chiqarmadi. Shu gaplarni ichiga yutdi-yu beixtiyor o'zi ham oxirigacha anglab yetmayotgan g'azab hissidan rangi ro'yi qizarib ketdi. Xitoyliklar esa hamon unga hissiz baqrayib turishardi. Taypanning bir lahzaga nafasi bo'g'ilib, ko'z oldi qorong'ilashdi. Ha, mayli, daf bo'llaring, o'dag'ayladi u. Biroq ular xonadan chiqishi bilanoq yana xizmatkorini chaqirdi. Tepsa tebranmas xizmatkor imillab kirib kelar ekan, Taypan unga yana viski keltirishini tayinladi. Keyin u terlab ketgan yuzlarini ro'molchasi bilan artdi-da, qo'llari qaltiragancha viski to'la stakanni lablariga olib bordi. Mayli, bu yaramaslar istagan gaplarni valaqlayversin.
lekin o'z ko'zi bilan o'sha la'nati qabrni ko'rganligi aniq axir. Qolaversa uning quloqlari ostida haligacha o'sha la'nati kullar qabrdan tashqariga otayotgan tuproq uyumlarning gursillagan tovushlari eshitilib turardi. Bu nima bo'ldi ekan tag'in? U kutilmaganda yuragi gursillab ura boshlaganini his qildi. Taypanning avzoyi buzilib, mazasi qochdi. Lekin shunday bo'lsa ham u zo'r berib o'zini qo'lga olishga tirishardi. Hammasi arzimas narsalar. Ortiqcha xavotirga ham, bosh og'ritishga ham hojat yo'q. Agar chindan ham u yerda qabr bo'lmasa, demak bular shunchaki uning ko'ziga ko'ringan xolos. Hozir eng oqilona ish bu klubga chiqib, biroz chalg'ish, dam olish. Agar u yerda shifokorni uchratsa, undan bir yo'li o'zini ko'rib qo'yishini ham so'raydi. Klubda esa hamon o'sha manzara. Unga tanish odamlar xuddi avvalgidek chaqchaqlashib, doimiy ermaklari bilan mashg'ul edilar. Taypan shu topda nima uchun ular bugun boshqacharoq bo'lishi kerak deb o'ylaganini o'zi ham anglay olmay hayron va lol edi. Lekin nima bo'lganda ham atrofdagilarning xuddi avvalgiday ekanliklari uning ko'nglini xotirjam qildi. Bu yerdagi kishilarning barisi allaqachon bir-biriga ham, o'zaro muloqotlariga ham ko'nikib, o'rganib ketishgan edi. Ularning turmush tarzi go'yo oldindan belgilab qo'yilgan aniq va ravon yo'ldan borayotgandek bir tekis ketmoqda. Bundagi har bir kishining o'ziga xos fe'l-xuyi, hatta harakatlari bo'lib, ularni ham ulfatlari 5 qo'lday bilishardi. Masalan, kimdir qarta o'ynayotganda doim qaysidir kuyni ming'irlab o'tirsa, yana biri pivoni kokteyl ichiladigan naycha orqali simirishni xush ko'rardi. Ulfatlarning bu kabi xurmacha qiliqlari shu paytga qadar uning asabiga tegib, g'ashini keltirgan bo'lsa-da, bugun nimagadir ular Taypan uchun o'ziga xos xaloskorlik omillariga aylangandek edi. Hammasi avvalgidek. Hech nima o'zgarmagan. Qanday yaxshi-ya, o'ylardi u. Ayni paytda u xuddi shunday madadga, aynan shunday xaloskorona hissiyotga nihoyatda muhtoj edi. Chunki uning ko'z o'ngidan haligacha o'sha o'zi guvohi bo'lgan qabrning g'arib ko'rinishi sirayam nari ketmayotgandi. Qartani ham bu gal juda yomon o'ynadi. Shu bois sherigi u yo'l qo'yayotgan qo'pol xatolari uchun tinmay tanbih berar, bundan Taypanning battar g'azabi chiqardi. Uning nazdida nafaqat sherigi, balki bunda yig'ilgan hamma odamlar o'ziga allaqanday shubha, mavhum bir ishonchsizlik bilan qarayotgandek tuyulardi. Qiziq. Ular bugun Taypanda qanaqa notabiiy jihatni, g'ayri odatiylikni payqashdi ekan. U birdan endi bu yog'iga klubda qola olmasligini his qildi. Chiqish yo'lagida qo'lida Times gazetasini tutib turgan shifokorga ro'para keldi. Biroq uning yoniga borishga jur'at qila olmadi. Shu payt unda qabristonga shaxsan o'zi borib, o'sha la'nati qabr bor yoki yo'qligini tekshirish istagi paydo bo'ldi. U o'zining partsheza, ya'ni ko'chma kreslosiga o'tirib, 2 hammolni chaqirdi-da, o'zini qabristonga olib borishlarini buyurdi. U o'zicha gallyutsinatsiyalar hech qachon 2 marotaba takrorlanmaydi deb o'ylardi. Bundan tashqari u o'zi bilan birga qabriston nazoratchisini ham ergashtirib oladi. Agar chindan ham u yerda qabr bo'lmasa, borganlar shunchaki uni ko'rishmaydi. Agar Taypan aytganidek u yerda yangi qabr kavlangan bo'lib chiqsa, u holda munofiq nazoratchining ta'zirini shunday bersinki, u buni bir umrga eslab yursin. Aksiga nazoratchi ham joyida yo'q ekan. Qayoqqadir zarur yumush bilan ketgan emish. Bu ham yetmaganidek, qabriston darvozalari kalitini ham olib ketibdi.
Qabristonga kira olmasligini ishonch hosil qilgach, Taypanning tanasi bo'shashib, kutilmaganda u o'zini juda behol his qildi. Keyin esa tag'in kreslosiga o'tirib, hammolariga uyiga eltib qo'yishlarini buyurdi. Aslida u tushlikdan avval doimiy odatiga muvofiq hech qursa yarim soatcha mizg'ib olishi kerak edi. Ammo bugun o'sha tartibi buzildi. Bor gap shu. O'lguday charchaganidan holsizlanib boryapti xolos. Aytishlaricha, o'ta charchagan, zo'riqqan kishilarda gallyutsinatsiya yuz berib, ularning ko'ziga har balolar ko'rinadigan bo'lib qolarmish. Xizmatkori tushlik oldidan kiyim almashtirishiga ko'maklashish maqsadida yotoqxonasiga kirib kelganda, Taypan o'zini majburlagandek zo'rg'a o'rnidan qo'zg'aldi. Uning xayolidan bir lahza bo'lsa-da nimagadir bugun umuman kiyimimni almashtirmasam-chi degan o'y kechdi. Lekin Taypan har galgidek o'zidagi bu erinchoqlikni qat'iyat bilan yenga oldi. Ovqat oldidan risoladagidek kiyinish bu uning doimiy odati edi. Taypan bu ishni har kuni qariyb 20 yildan buyon muntazam bajarib kelardi. Shuncha yillik taomilni, ustuvor qoidani buzish aslo yaramaydi. Tushlikka u bir shisha shampan vinosi keltirishni buyurdi. Vinodan so'ng u biroz tetiklashdi. Keyin u xizmatkorga eng kuchli brandidan olib kelishni aytdi. U 2 qadah brandi ichib, yana avvalgi doimgidek holatiga qaytayotganini tuydi. Jennerson, qurib ketsin o'sha gallyutsinatsiyalar, vasvaslari. Taypan bilyard xonaga o'tib, juda qiyin bo'lgan bir ikkita zarbalarni mashq qilib ko'rdi. Ko'zining chamalash qobiliyati uni aldamadi. Demak, hammasi joyida. Shundan so'ng yotoqxonaga kirib, yumshoq o'ringa cho'zildi-yu, qattiq uyquga ketdi. Ammo kutilmaganda uyg'onib ketdi. Uning tushiga yana o'sha juldurvoqi kullilar erinchoqlik bilan kavlayotgan ochiq lahat kirgandi. U hali ham o'sha go'rkovlarni ko'rganiga ishonchi komil edi. Buni shunchaki vasvas yoki gallyutsinatsiya deb o'ylashning o'zi g'irt bema'nilik. Axir u bularning hammasini o'z ko'zi bilan ko'rdi-ku. Taypan shu payt tashqaridagi tungi qorovullar qo'lidagi shaqildoqning shaqir-shuqurini eshitdi. Bu tovush o'zining yoqimsiz jarangi bilan tungi sukunatni buzib yuborganidan allanechuk vahima bosib, Taypanning tanasida chumoli o'rmalagandek bo'ldi va uning vujudini dahshat qopladi. Ko'nglidagi adadsiz qo'rquv, vahima uni xayolan Xitoy shaharchalariga xos bo'lgan tor tanqiz, ilon izi jin ko'chalarga boshlab ketdi. Bu yerdagi ichki devorlari turli-tuman dahshatli qiyofalardagi jin ajinalarning tasviriga to'lib yotgan ibodat xonalarining qiyalama tomlarida ham allanechuk vahshat, qo'rqinch yashirindek edi. Bu yerdan taraladigan hid ham juda badbo'y, ko'ngilni aynitadigan darajada yoqimsiz edi. Qolaversa, bundagi odamlarchi, millionlagan ko'k ko'ylakli juldurvoqi kullilar, sasib, bijg'ib ketgan rovdapol lattalarga burkangan gadoylar, uzun qora rido kiyib yuradigan tujjorlar va amaldorlar, oldingda laganbardorlik bilan ayyarona tirjayishib, ortingdan esa bilganini qiladigan munofiq kaslarchi. Ularning hammasi shu topda Taypanga bir varakayga hamla qilishayotgandek, uning ruhiyatiga ta'sir etib, qalbini parchalab tashlayotgandek bo'lardi. U shu topda o'zi uchun bir narsani to'la anglab yetdiki, aslida uning Xitoy atalmish bu mamlakatni ko'rgani ko'zi yo'q ekan. Nimaga ham keldi o'zi bu yurtga? Endi uni tamoman vahima bosdi. Esi borida juftakni rostlab qolish kerak.
Endi bu yerda 1 yil tugul, hatto 1 oy ham ortiqcha qola olmaydi. Shanxay emish. Shanxay ham unga kerak emas. Hammasi ordona qolaversin. Ey Xudoyim, hayqirdi u. Ish qilib eson-omon Angliyaga qaytib bora olsam bas. Nihoyat endi u butun qalbi, vujudi bilan o'z vataniga talpina boshladi. Agar chindan ham ajali yetib bo'ladigan bo'lsa, mayli. Ajal changali uni Angliyada tuta qolsin. Axir u o'zining jasadini mana shu sariq tanli, qiyiq ko'zlilar, doim ayrona tirjaygan odamchalar orasiga ko'milish haqidagi o'yga qanday ko'niksin, bunga qanday chidasin? Yo'q, u o'z xoki turobining jonajon vataniga qo'yilishini istaydi. Zinhor bugun ko'rgani ochiq lahadga emas. Agar shunday hol yuz bersa, uning ruhi o'limidan keyin ham halovat topolmaydi. Bunga zinhor yo'l qo'yib bo'lmaydi. Atrofidagi odamlarning gap so'zlari nima bo'pti? Ular bilganini gapiravermaydilarmi? Buning nima ahamiyati bor? Ular bilganicha o'ylashsin, bilganini g'iybat qilaverishsin. Kimning nima ishi bor? Muhimi faqat kech bo'lmasidan bu yerdan tuyoqni shiqillatib qolish, juftakni rostlash. Taypan to'shakdan turib, firma rahbariga o'zining juda og'ir kasalga chalingani ayon bo'lganligi haqida xat yozdi va shu sababli unga iste'fo berishlarini so'radi. Men firma bilan tuzilgan shartnomalarni bekor qilinishi uchun zarur bo'ladigan kundan 1 kun ham ortiq ishlay olmayman. Zudlik bilan vatanimga qaytishim lozim degan so'zlar bilan tugatdi u o'z maktubini. Ertasi kuni Taypanning ushbu maktubini g'ijimlangan holda uning qo'llaridan olishdi. U yozuv stoli va orom kursi oralig'ida yuztuban yiqilib o'lib yotardi. Jasadi esa allaqachon sovib, qotib ham ulgurgandi.